Mana ahli mahalla. Bugungi ulg'aygan kunlarga hamma jamul-jam, bolalar, mahalla, hamma mana katta kichik shu yerda xudo xolasa. Mana Shuhratullo qori kechasi ham ishlardan kelib mana sapga qo'shildi xudo xolasa. Allohga shukr. Mahalla shunchalik ko'payganiga, baraka bo'lganiga shukr Xudoga. Mahallada akalar o'tirishdi mana hamma. Nizoni Baxtiyorjon, ana. Oshlar bo'lyapti xudo xolasa mana. Go'zal bir yer inshaalloh mana oshlarimiz. Yurish soldik, mana xudo xolasa qaynadi mana. Xudo xolasa bugun Qurbon hayiti Arafa kuniga qilingan oshimiz mana xudo xolasa taradi zo'r o'rtoqlar. Mana Hasan akam bosh rolda, Alloh ish qilib kuch-quvvat bersin. Oshlar ishini qilib damlab berdi o'tgan safar ham bu safar ham xudo xolasa ko'ngildagidek osh bo'ladi inshaalloh. Mana Nozimjon o't yaxshi bilan ovora. Asosiy ish kachigarda deydi. O'tga bog'liq, ovqatni yaxshi pishishi. Bir xil qaynat beradigan. Ha, mana shu kachigar yaxshi qaynab bersa osh yaxshi pishadi. Xudo xolasa mana. No'ata chiroyli bo'lib mana. Ular darg'ilmasi qovurimizni. Xudo xolasa 5 minutlarda damlaymiz oshni. Qozon to'ldi inshaalloh mana. Mana oshimiz damlandi xudo xolasa mana o'rtoqlar. Yetib kela olasanmi 20 minutda? Allohu akbar. Va joninda. Ha, go'zal, go'zal. Bismillahirrohmanirrohim. Qoch tur bolam endi sen qoch o'g'lim. O'rtoqlar, Arafani oshi xudo xolasa mana buzildi xudo xolasa. Bari oshiydiganlar masala qorinda qaraylar. Qomochi bo'lim deb qonni tortayman desa, hammaga ta'sir qiladi. Hamma oshiydiganlar shu yerda qorinda qaraylar deb turibdi.